Assalomu alaykum akalar. Alloh nasib qilsa bozordan umumiy tahlil qilamiz. Bozor USDT dominans 4 soatlik time frame'da xavfli zonada, agar trend liniyani buzib o'tadigan bo'lsa, yana balandlik yuqoriga ketib qoladi. To buy side likviditlargacha sekin mana bu yerdagi likvidlar yig'ishtirib откат bilan kelishligi mumkin. Lekin undan oldin qilingan analiz bo'yicha mana shu zonani oldi. Endi kunlik time frame'da aka mana bu yerda katta FVG bor. Mana shu FVGga qaytishlik kerak agar trend liniyani ложный пробой qilib. Hozir bu hozirchalik ложный пробой. Agar bu tanasi bilan buzib o'tsa, yuqoriga ketib qolishligi kerak. Yuqoriga ketsa, agar Bitcoinning holati nima bo'ladi? Yuqoriga ketsa, Bitcoin pastdagi butun likvidlarni yig'ishtirishlik kerak. Pastdagi likvidlar mana shu yerdagi butun likvidlarni yig'ishtirishlik kerak. Bu likvidlarni yig'ishtirishlik tabiiy holat akalar. Mana shu likvidlarni hammasini 61 minggacha, hatto 59.500 largacha tushishligi oddiy holat. Qandayki trend pastga buzilgandan keyin nima bo'ladi? Откат bo'ladi. Endi hozirgi holatda umumiy ketishligi mumkinmi desa, biroz USDT ga bog'liq, USDT dominansga bog'liq bo'lgan holat. Agar USDT dominans tanasi bilan buzib yuqoriga harakatlanadigan bo'lsa, bizning Bitcoinimiz ham nima bo'ladi? Mana shu likvidlarni oladi. Agar buy side likviditni olsa, yuqoridagi mana bu likvidlarni olsa, ya'ni mana shu yerlargacha chiqsa, bizning Bitcoinimiz nima bo'ladi? Bizning Bitcoinimiz mana shu 9500 largacha tushishligi mumkin. Yana bitta ehtimol, agar Bitcoin USDT dominans kelib mana bu FVGga откат beradigan bo'lsa, bu juda yaxshi. Mana bu FVGga откат beradigan bo'lsa, biz USDTda o'sha 4 soatlik time frame'da 6 oy yasashlik kerak. Ya'ni mana bu maksimumni buzishlik kerak. 6 oy deganda mana bu, ya'ni maksimum yasashlik kerak. Mana bu likvidni yechish, mana bu yerdagi likvidlarni yechishlik kerak. Yuqoriga harakatlansa. Bu ham USDT ga bog'liq. Endi umumiy holatda hozir ikkita variant bor. O'z zotan har doim ikkita variant bo'ladi, lekin hozir meni ko'rishimga ko'ra 50 ga 50. Variantlar 50 ga 50. Mana bu zonalarda yetishlik kerak. Bular oddiy holat, lekin yuqoridagi zonalarda ham hammasini yechmadi. Shuning uchun qarang, hozir mana bu trend tabiatiga ko'ra mana bu откаты oddiy holat. Qarang, mana bu maksimumni yaxshigina tushib berib yana chiqib ketdi. Undan oldingi holat ham shunga o'xshagan holat bo'ldi. Endi 3 marta o'ynab berdi. O'ynamasligi ham mumkin, qaytib tushib ketishligi mumkin. Lekin al-muhim biz nima qilamiz? Mana bu yerda hozir kuzatamiz. Bugun bozor kuzatamiz. Agar USDT dominans chiqib ketib qolsa, demak yuqoriga chiqib ketib qoladigan bo'lsa, sekin-sekin yuqoridagi likvidlarni nima qiladi? Tozalaydi. Agar yuqoriga ketsa, sekin tozalaydi. Mana shu likvidlarni откат berib, tozalab ketaveradi. Tamom, bu yerlargacha chiqishligi oddiy holat. Agar bu yerlarga chiqsa, bozor qizil bo'ladi. 2 kun, 3 kun bozor qip-qizil bo'ladi. Agar mana bu liniyadan kelib, mana bu yashil liniyani buzib o'tadigan bo'lsa, tanasi bilan, demak biz Bitcoinda o'sha oxirgi maksimumni buzishini kuzatishligimiz mumkin. Ya'ni bu mana shu yashil zonani buzib o'tadi.
Shu sababdan bozorni kuzatishligimiz kerak. Tanasi bilan buzib o'tsa, keyin mana shu likvidlarga qaytadi. Ya'ni bu likvidlarga qaytishligi обязательно. Eng kamida mana shu yerdagi likvidlarni hammasini yig'ishtirishlik kerak. Bo'lmasa mana bu yerda 9500 largacha qaytishlik kerak bo'ladi. Qaytishlik kerakki, yuqoriga qarab ketsin akalar. Shunaqa. Ethereum ham endi Ethereum maksimum ishladi. Endi Ethereumda kutiladigan nuqta mana shu yerda olmasdan chiqmasa kerak. Allohu a'lam. Ya'ni Ethereum ham shu gap. Agar bozor nimani oladigan bo'lsa, yuqoridagi USDT dominansi yuqoriga qarab chiqib ketadigan bo'lsa, mana shu yerga qaytadi. Agar chiqmaydigan bo'lsa, nima qiladi? Mana bu yerdagi protargovkani yechadi. Ya'ni mana shu yerdagi likvidlarni yechib, linear kelib, keyin qaytib shu agar bu yerga chiqib ketadigan bo'lsa, o'zi kelishligi biroz mustahil, ya'ni biroz qiyin holat bo'ladi. Nima qilamiz? Keyin mana bu yerdagi zonalarda kutamiz. Shunaqa akalar, Allohu a'lam. Solanaga ham qarab qo'ysak yomon bo'lmaydi. Solana 4 soatlik time frame'da qarasangiz уже tashqi strukturada liniyani bo'ldi akalar. Endi yuqoriga qarab ketishligimiz mumkin. Faqatgina pastdagi zonalarda olishligimiz kerak. Chunki bu yerda ham nima bor? Muhim bo'lgan likvidlar bor. Bu ham xuddi shunday, unga bog'liq. Lekin bu Solana oxirgi vaqtlar uncha USDTga yaxshi qaragan yo'q. Atkat berib turib chiqib ketishligi ham mumkin. Endi chiqib ketadigan bo'lsa, mana bu yerdagi zonalarda oladi, mana shu zonalarda oladi. Agar shu holatdan chiqib ketsa ham, agar biroz atkat berib chiqishligi, ya'ni bu ham biroz USDTga bog'liq bo'lgan, USDT dominansiga bog'liq bo'lgan masala. Yuqoriga yuradigan bo'lsa USDT, biz pastdan pozitsiya izlaymiz. Agar pastga qarab harakatlanadigan bo'lsa, ya'ni trend liniyani buzolmasa, nima qilamiz? O'sha yerlardan pozitsiya qidiramiz. Bu Bitcoinda ham, Ethereumda ham, Solanada ham xuddi shunaqa. Shunaqa akalar, bozorga qarashligim 50 ga 50, tamoman 50 ga 50. Chunki mana USDT dominansi hozir biroz atkat berishligi mumkin. Bu atkat berish yana liniyani buzib chiqib ketishligi mumkin. Shuning uchun bozor manipulyatsiya qilganda aldanmasdan tamom. Endi bozor yuqoriga qarab chiqib ketadigan degan narsa bu chiqmasin sizlarda. Sog' bo'linglar, bizni kuzatib boringlar.